Ta'lim faqat bilim berish vositasimi yoki biz sezmagan, lekin hayotimizga chuqur ta'sir qiladigan nazorat tizimimi? Fransuz faylasufi Michel Foucault ta'lim tizimini jamiyatni nazorat qilish vositasi deb ko'radi. Uning fikriga ko'ra, maktablar bolalarga nafaqat bilim beradi, balki ularning fe'l-atvori, odatlari va tafakkurini ham shakllantiradi. O'zbekiston maktablarida hamon avtoritar yondashuv seziladi. O'quvchilar qat'iy intizomga o'rgatiladi, buyruqlarga bo'ysunish majburiy, lekin mustaqil fikrlash va tashabbus ko'rsatish imkoniyatlari cheklangan. Natijada o'quvchilar faqat aytilgan ishlarni bajarishga o'rganib qolishadi. Yangi g'oyalar o'ylab topishdan cho'chiydi, mustaqil qaror qabul qilishga esa jur'at yetmaydi. Chunki tizim ularga haddan tashqari qattiq doiralar o'rnatib qo'ygan. Muammo tushunarli, lekin bunga yechim bormi? Albatta bor. Bu Registon xususiy maktabi. Ushbu maktabda har bir o'quvchi mustaqil fikrlashga o'rgatiladi. Ular shunchaki bilim oluvchilar emas, balki muammoni tahlil qiluvchilar va hal qiluvchilar deb qaraladi. Registon maktabida o'quvchilar shunchaki sinfda o'tirib, dars tinglamaydi. Ular bilimni amalga oshirishni o'rganadi. Ularning fikri eshitiladi, takliflari inobatga olinadi. Mustaqil fikrlay oladigan avlod kelajakni o'zgartiradi. Ta'lim bu nazorat emas, tafakkur erkinligi.